Assalomu alaykum aziz YouTube shinamandalari. Mana shu Nexia 3imiz 2019-yil sotiladi. Bu endi bir qo'l yurgan bunday aka-ukalarning mashinasi. Aka-ukalar haydagan. Mana shu yerda haligi tosh tushib ketgani uchun shu yerda bitta petnosi bor. Mana shu yerda bitta maydagina petnosi bor mana. Mana shu. Bo'ldi, mana shu yer. Endi nima bo'lganda, atak radnoy kraska hamma joyi. Radnoy kraska mashina 74 ming yurdi. Endi 74 ming yurdi. Balonlarning holati yangi, yaqindan olib ko'rsating. Balonning holati ideal. Salonlar mana bunaqa Malibu roll qo'yilgan. Monitorlari bor. Mana bu deflektorlari hammasi Mercedes qo'yilgan. Xullas, salonlari mana shunaqa holatda. Ko'rsat bo'ldi ishni. Bagajda mashina. Polni ichkari salonni olib ko'rsat. Mashina juda ideal состоянияda. Ideal состоянияda. Hozir. Ideal состоянияda mashina. Tak. Ko'rsataver. Hamma joyini ko'rsating ha. Bunalarni tushmagan. Deyarli zo'r odam qarata hamma narsasi bor. Kecha mana yangi kalotka qo'yildi. Mashinaning qirilgan, ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q azizlar. Magnitofonlari ham cho'tka aytadi, povorotlari bor. 90 talik yangi gaz qo'yildi mana. 1 oy bo'lib qo'yilganiga. Ukam 1 oy bo'ldi qo'yganimga dedi. Ana shu 90 talik gaz, zakonniy, rasxodlari oz, ishlari. Mashinaning holatlari shu. Kovriklari ham hali importni kovriklar qo'yilgan bor, ko'rsatdim. Mashinani mexanika korobka. Korobkada rushaklari Malibu ruchak qo'yilgan ekan, Malibu 1dagi. Skor rushaklari gali tortib qo'yiladigani Malibu 1dagi qo'yilgan ekan. Xullas shunaqa. Holatlari ideal, rollari ham navorot, multi roll zo'r qilingan. Mashinamizning bo'ladigan narxini azizlar 7,5 ming deb turibmiz. Agar oladigan odam bo'lsa, mana xonadondan sotiladi. Sunnatiga o'tib beramiz. Nomer telefonimiz 94lik 349 37 44. Yana qaytarib aytaman. 94lik raqami bilan 349 37 44 raqamiga telefon qilingizlar. Mana shu Nexia 3 2019-yil kelishib olasizlar. Turishini yana bir holatini olib tushiring. Uzoqdan yaqindan. Agar variantga xohlaydigan odamlar bo'lsa, variantga ham kelishaveramiz. Faqat variantga oldidan 4-5 ming dollar puli bor odamlar bo'lsa, mashina ideal sostoyanida 4-5 ming dollar puli bor odamga kelishtirib beramiz. Halol nasiya qilib. Bizda uni nomard pastkash odamlar aytganda nima deydi? Bo'lmaydi uni narsa. Masalan, mashinaning narxi falon so'm aytildimi, shu pul bo'lib beriladi. 1 yil, 1,5 yil, uzog'i bilan 2 yilgacha. Ana shunday holat. Telefon qilingizlar, gaplashamiz.